Mana bugun Toshkent shahar iqtisodiy sudlov hay'atining apellyatsiya sudlov instansiyasida bir ish ko'rildi. Bizning himoyamizdagi Urganch tumanidagi Farruh nomli fermer xo'jaligining ishini apellyatsiya sudlov tartibida ko'rib chiqildi. Bunda Mansur Fozilevich Ergashev raislik qildi. A'zolari Usmonov Anvar Akramovich a'zo sifatida, ma'ruzachi Mamirov va Alloma Urazaliyevlarning Urazaliyevlardan iborat tarkibda sudlov hay'ati ish ko'rib chiqdi. Sudlov hay'atida biz gapni ochig'i sudlov hay'atiga bir minnatdorchilik ma'nosida gapirishga jazm qildik. Nimagaki, o'sha sudlov hay'atining mana bu raisi Mansur Fozilevich Ergashev ishga juda sinchkovlik bilan odilona yondashdi. Endi aslida qarasangiz Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudning sudiyasi Baybekova raislik qilgan vaqtda adolatsiz qaror qabul qilgan edi. Ishning asl tub mazmun mohiyati nimadan iborat deb so'raydigan bo'lsangiz, hammaning xabari bor. Mana 2020-yilda 2020-yil 29-may kunida Zangiota, Tergeli tumanlarida tashrif qilib, prezident tashrif qilgandan keyin shu paytlarda topshiriq berilgan edi. O'sha Shayxontohur tumanlarida, Tergeli tumanlarida va hokazo bir qator tumanlarda o'sha yashil do'konlarda qurish, aholiga viloyatlardan arzon mahsulotlar keltirib sotish bo'yicha o'sha yashil do'konlarni qurilish bo'yicha topshiriq berilgan edi. Shu topshiriqdan kelib chiqib Toshkent shahar hokimligi 2020-yil 22-iyunda 556 sonli qaror qabul qilgan edi. Shu 556 sonli qaror asos bo'lganligi uchun bizning himoyamizdagi Farruh fermer xo'jaligi ham mana shu Shayxontohur tumanida unga ajratib berilgan, kelgusida kapital qurilish qilmaslik sharti bilan ajratib berilgan yer maydonida 236 million so'm pul o'tkazib bergan. Discover Invest nomli maslahat cheklangan jamiyat tomonidan o'tkazib berilgan mamlakatga qarab qurilishlar amalga oshirib bergan. Biroq shu qurilishdan keyin, shu do'kondan keyin, do'kon qurilgandan keyin bu do'konni haligi o'zlashtirib ketyapti. Endi hayit poydoni qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat marketi MChJ o'zlashtirib ketish payida bo'lyapti. Ularga vaqtinchalikka ijara asosida foydalanishga ruxsat berib qo'ygan, lekin ijara asosida senatorial tasdiqlanmagan, og'zaki kelishuviga ko'ra berib qo'ygan. O'sha hayit poydoni qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat marketi MChJsi mana bu Farruh fermer xo'jaligining puli bilan, mablag'i bilan qurilgan do'konni, yashil do'konni o'zlashtirib ketish payida bo'lgan. Buni ana Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiyasi Baybekova raisligida ish ko'rilgan paytda o'ta adolatsizlarcha juda ishda kamchiliklarga yo'l qo'yib, malaka tuzilgan shartnomaga ham e'tibor bermagan, to'langan pul mablag'iga ham e'tibor berilmagan, quruvchini ham chaqirmagan, Toshkent shahar hokimligining vakillarini ham chaqirmagan, ulardan ish bo'yicha haqiqiy holatni aniqlamagan. Aniqlanmasdan qolgan holatlar juda ko'p bo'lganligi uchun apellyatsiya sudlov hay'ati buni aniqlanmasdan qolgan holatni haligi Mansur Fozilevich Ergashev raisligida Usmonov Anvar Akramovich, Mamirov va Alloma Urazaliyevlar tarkibida sudlov hay'ati ish ko'rib chiqib, juda adolatli, to'g'ri qaror qabul qildi. Men ilgari ham Mansur Ergashevning raisligida ish ko'rilganda bir ishga qatnashganimda juda adolatli, to'g'ri qaror qabul qilgan edi. Men endi bugungi kunda ichki ishlar qilyapmanki, o'sha Mansur Ergashevga o'xshagan sudyalar ko'paysin. Ustoz Usmonov haligi Anvar Akramovich ham haqiqatan ishga adolatli yondashdi. Mamirov va Alloma Urazaliyevlar tish tirnog'i bilan adolatli qaror topishga xizmat qildi. Biz o'sha sudlov hay'atiga haqiqatan minnatdorchilik bildiramiz. Nima uchun minnatdorchilik bildiramiz? Mana bu yonimda o'tirgan Farruh fermer xo'jaligi yo'q joydan 236 million so'm pul mablag'ni quyib qolardi. Agar bular adolatli qaror qabul qilmaganda, o'sha sudya Baybekova tomonidan 2025-yil 18 sentyabrda qabul qilingan adolatsiz qarorni kuchida qoldirganda edi, bu odam 236 million so'm mablag'ni quyib qo'ygan bo'lardi. Bunga nima sabab bo'ldi? Mana hurmatli raislik etuvchi Mansur Fozilevich Ergashev, ustoz Anvar Akramovich Usmonov, Mamirov Alloma Urazaliyevlar tarkibidagi sudlov hay'ati odilona qaror qabul qilganligi evaziga mana shunday bir yaxshi natijaga erishdik. Biz endi bu sudyalarga ham, raislik etuvchiga ham, sudlov hay'atiga hammasiga o'sha zalning o'zi aytib, otangizga rahmat, adolatli qaror qabul qilganligi deb sudlov hay'atining o'zi, zalning o'zi aytdik. Bundan keyin ham aytamizki, mana bizni tinglab turgan kim tinglasa, aytamizki, mana shu Mansur Fozilevich Ergashev juda adolatli kishi, puxta,
hakikaten işleydiğen, zor söyleydiğen. Aynısı benim Allama Mamir ödegen kızımız hem, Süleyman'ımız hem juda işke sinçke olup yandışlarken. O şekilde aksakalçılık kılıp oturgan Süley Anvar Osmanov hem işke adılığını yandışkanlığını evazga ikisi olige yosh Süleyga ustazlık kılıp durganlığını göze bizge fakir tuygusunu uygulattı da. Çünkü o'sha Anvar Akram Osmanov o'sha joyda turibdimi? Demak, qaradiki baribir aql-aqlga yo'l qo'ymaydi. U odam oqsoqol odam. Biz haqiqatan ishondik va minnatdorchiligimizni bildirdik. Bizni kim tinglasa kelgusidan otasiga rahmat dedik. Mana bu Mansur Qozilovich Ergashev, Usmonov Anvar Akramovich, Mamir va Allama Urazaliyevlarga otasiga rahmat, minnatdor bo'ldik. Bir umr farzandlarining boshiga omon bo'lsin. Ya u yaxshi o'stirgan yaxshi farzandlarning kamolini ko'rib yursin deb yana duo qildik. Endi qolgan gapni mana marhamat Farruh Bermuxo'janing boshlig'i o'zi aytdi. Şimdi bana adalet süt oldu hakikaten ham size katta rahmet. Shuncha yardım verdiniz. Şu ben ne olayım ben hem o adaletli hakikat olsun. Ming rahmet. Sudyalarımıza ham rahmet şu adalet için. Etken kararı çıkan için katta rahmet. Raislik qilganda Mansur Ergashev raislik qildi. E'tibor berdingizmi qanchalar? Qani nima munosabat bildirgan bu kishiga ayting, nima qanday ishni qanday olib borib ochiqni ayting. İşte juda yaxshi olib bordi. Hamma neleri so'rab oxirina yetib mana adalet kararını çıkarıp verdi. Katta rahmet ona. Hammasining otasiga rahmat, baraka topsin. Kasbin doim kasbin ardog'ida bo'lsin. Rahmat. Sudroq hayotdan minnatdormiz.